Demak, aziz do'stlar, shuncha yillik oshxonalarda, kafelarda qilingan mehnatni qadrlagan holda shouimizni davom etkazamiz. Eshitilmayapti aziz do'stlar. Kim bilan jang qilasizlar? Kim bilan jang qilmoqsan? Luboy bilan. O'zingdan ketyapsan, sen bola sal pastroqqa tushgin. Dada, Luboyni chaqirsa Luboy. Demak, aziz do'stlar, Tisha Tiger Dohaga o'tirganligi sababli men mana shu o'tirganlardan murojaat qilmoqchimanki, Bolta Taysonga raqib bormi ko'ngillilardan? Yo, opam chiqaman deyapti. Yo'q. Erkak kishi kerak bizga aziz do'stlar. Mana aziz do'stlar, mana bu akamizni gavdalari sportsmenlarga o'xshab turibdi. Bolta Taysonga raqiblik qila olasizmi? Ha? Demak, topdim aziz do'stlar. Juda ham kuchli jang bo'ladi. Men iltimos qilaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismingiz nima? Bahodir. Familiyachi? Demak, Bolta Taysonga qarshi ko'ngillilardan Jalolov Bahodir ringga ko'tariladi aziz do'stlar. Mana ular. Mana bitta turib qo'yinglar. Dada, hozir Boya nima deb yotuvding? Boya. Odamni sharmanda qilma. Sharmanda qilma endi. To'g'ri olib, qo'rqma. Mana qo'limni yelkalaringga qo'yaman, qo'rqma mana. Dada, Bahodir Jalolov bu. Yelkamga meni olsangizdan foydasi yo'q.